Diqqat, darhol ulgurib qoling. Mart oyi pensiyasini kutayotgan barcha O'zbekiston pensionerlariga ajoyib xushxabarlar e'lon qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Vitronik tabobat olamida ajoyib yangilanish. Erkaklarda uchrovchi prostata bezi adenomasi, surunkali prostatit holatlarida achishish, og'riq, kam peshob ajratish holatlarini bartaraf etuvchi ajoyib vosita. Umumquvvatni oshiradi, jinsiy faoliyatni yaxshilaydi. Erkaklarning haqiqiy ishonch manbai. Mahsulot ta'sirini 5-7 kun ichida sezasiz. Vitronik har tomchisida mo'jiza. Diqqat qiling, bugungi kunda O'zbekistonda mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 1,271,000 so'm. BXM, ya'ni bazaviy hisoblash miqdori 412,000 so'm. Yoshga doir eng kam pensiya miqdori 918,000 so'm. Nogironlik pensiyalarining eng kam miqdori esa 1,12,000 so'm. Minimal iste'mol savatchasi kambag'allik chegarasi kishi boshiga 669,000 so'm. Kam ta'minlangan oilalar uchun bolalar nafaqasi har oylik miqdori 3 yoshgacha bo'lgan bitta kichik farzand uchun 360,000 so'm. Oilaning kichik farzandi uchun qo'shimcha 165,000 so'm. Oilaning 3 va undan keyingi har bir farzandi uchun qo'shimcha 110,000 so'm. Kam ta'minlangan oilalar uchun moddiy yordamning oylik miqdori 420,000 so'm etib belgilangan, deyiladi xabarda.